Assalomu alaykum. Bundan oldingi videoda birinchi, ikkinchi bo'yin umurtqalarini orqa tomonga smesheniya bo'lganini tahlil qilgandik. Endi shu holat bo'yicha xulosalar ham beriladi. Ya'ni bu yerda bu bemor o'zini muvozanatini yaxshi tutib tura olmaydi. Birov bilan bo'lsa keyin bir joyga chiqadi yoki bir joyga aylana oladi, o'zi yolg'iz aylana olmaydi. Men xulosalarini tashlab qo'yaman, bir qiziqqanlar o'qib oladi. Xulosasiga qiziqqanlarga mana bu yerda xulosada bunda chunki hozir MRTga bergan, MRTga kelganda tushirganmiz, lekin atak MRTda emas, bu ko'proq MSKTda aniq chiqadi, chunki mana bu o'zi ham berib qo'yapti rekomendatsiyaga MSKT qayta tushish haqida. Chunki MSKT suyak to'qimasi, qattiq to'qimani yaxshi oladi MRTdan ko'ra.